yoshim 16 da deyaptilar. 5ga 1ni qanchadan biri tashiyman deb harakat qilyapman, tasholmayapman. Bu skoriy pomощьmidi kechqurun borib senga yordam beradigan. Uylanishdan oldin o'g'lim miyadan o'sha qaramlikni yo'qottirish kerak. Qanday qilib tashlasa bo'ladi? Dunyo bo'yicha ham eng ko'p bo'ladigan holat erkaklar ayoli bilan yaqinlik qilganda bir hid sezsa, ya'ni sasagan balon hidi, ana bu bakterial vaginoz va shu gardnerellarning hisobiga ayollarda oqimtalar, hidlar, bezovtalik paydo bo'ladi. Buyrakgacha sizga ta'sir qilib muammo keltirish mumkin. Bundan qanday qutulish kerak? Yo'li bor. Bu bittasi juda чувствительныйsi yuqori bo'lgan ayollarga, ikkinchisi выделениyalarni yo'q qildirib beradigan fresh degan pHni yo'q qiladi. Mikroblarni rivojlanishi uchun, gardneriylarni ko'payib ketishi uchun bo'layotgan sharoitni yo'q qildirib beradigan vosita hisoblanadi. Doimiy ishlatganingizda sizda hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Ikkilamchi mikroblarni rivojlanishini to'xtatadi. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Yana bitta savol, bugun o'sha sizlardan kelgan savollarga javob berishni davom ettirmoqchiman. 5ga 1ni qanchadan biri tashiyman deb harakat qilyapman, tasholmayapman. Qanday qilib tashlasa bo'ladi? Yoshim 16 da deyaptilar. O'zi shu masturbatsiyalarni kim vaqtli boshlagan bo'lsa, unda bu to'g'rida YouTube kanalimizda juda ko'p aytib o'tganmiz. Shu qaramli shunchalik kuchli o'tirib qoladi. Shu 12-13 yoshdan boshlagan bolalarda yoki o'sha balog'atga yetgandagi 17-18 yoshda boshlagan bolalarga nisbatan solishtiriladigan bo'lsa, osmon yercha farq qiladi. Qaramli o'sha qanchalik yosh organizm bo'ladigan bo'lsa, shunchalik darrov o'shanga o'tirib oladi. Hayotda yo'q kuchli o'sha porno ko'rib sizda rag'batlantirish paydo bo'lgandan keyin, jinsiy qo'zg'alish bo'lgandan keyin miya shu qo'zg'alishga o'rganadi va shu qo'zg'alishi bergin deb turib oladi. Boshqachasiga keyin xohlamaydi. Yoshlikdan qilinganning hisobiga sizda tez bog'lanib bo'lishib qolgan va uyqudan oldin yotgan holatda o'zini ishqalab, oxirgi marta men boshqa qilmayman deb masturbatsiya qilib, video ko'rib, o'zini o'sha rag'batlantirish olish hisobiga tamom qilib yuraveradi, lekin bittasi ham o'zicha bu narsadan chiqib keta olmaydi, chunki miyaning ichida shu porno qaramlik bor. Bu to'g'rida juda ko'p gapirganmiz. Buni maxsus asoratlarini yo'q qilib, miyadan o'sha qaramlikni yo'qottirish kerak. Bizlardagi shanba kunlari eng ko'p bo'ladigan muammo shu bolalar kecha soat 2dan 3dan keyin yoza boshlaydi. Aka, sharmanda bo'ldim, bo'lmadi, endi nima qilaman? Tezroq yordam bering. Bu skoriy pomощьmidi kechqurun borib senga yordam beradigan. Uylanishdan oldin o'g'lim xotirjam uylanish uchun darrov asoratlarni topib, bu shu porno qaramlikdan chiqib ketsa bo'lmaydimi? Bolalarimiz bor, yigitlarimiz bor. 2-3 tali bola bo'lgan, hali ham tasholmaydi, hali ham shu narsaga qo'nib qolgan, xotini ushlab olib, xotini bo'ynidan bojlab olib keladi, aka, mana buni qarang, mana bunaqa qilyaptilar deb. Shunga sizda qaramlik bo'ladigan bo'lsa, o'z holingizcha bu narsani tashlab chiqib keta olmayotgan bo'lsangiz, tezroq kelib shu narsadan qutulish uchun klinikamizda maxsus o'sha gipnoterapiya deymiz, egzamin terapiya bor. Shunaqa egzamin terapiyani hisobiga tezroq bundan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar asoratlar bo'ladigan bo'lsa, shu asoratlardan ham qutulishni yo'l-yo'riqni o'rgatamiz. Xayr, salomat bo'ling.